men stak bo'lgan paytim o'zimda birinchi bitta o'sish bo'lgan. Xursand bo'lib, keyin tushish bo'lgan yozda. Aynan topshiraman degan paytim tushish bo'lgan. Siqilib qolganman. Nima qilish bilmay qolganman. Qarasam, hamma topshiryapti. Bitta men qolib ketgandek o'zimni his qilganman. Keyin sekin-sekin qarasam, Everestda moka ochildi. Shunisi eng zo'r bo'ldi. Everestdagi moka bordim. 6 talik sessiyaga yozildim. O'tirdim. Prям kompyuterlari hammasi atmosferasi IELTSdaqa, real examdaqa bo'lib chiqdi. O'sha yerdagi writingimni oshirganim, listeningdagi qanaqa fokusimni berishim, hayajon yo'qoldi. Eng muhimi, hayajon hech qanaqa o'qish bo'lmadi. Bu mock exam deb kirdim, real examga. Hech qanaqa qo'rquv bo'lmasligi uchun xotirjam bo'lib kirganim, o'sha mocklarda yordam berganim rosa katta foyda bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga, bu Everest YouTube kanali. Bilasizlarmi, ingliz tilida shunaqa bitta chiroyli ibora bor. Hard working will pay off. Ya'ni siz qilgan har bitta mashaqqat, mehnatingiz albatta o'z natijasini beradi. Bizning filialda bitta o'quvchi bor edi. Qachon qarasam listening qilib o'tirgan bo'lardilar yoki qachon qarasam partnyorlar bilan speakinglar qilib, readinglar qilib, writinglar yozib, nimadirlar bilan har doim mashg'ul bo'lib o'tirgan bo'lardi-da. O'tib ketayotsam, har doim ichimda o'ylardim-da, shu qiz IELTSdan necha olarkan deb. Ishonasizmi? Bu aynan o'sha qiz bilan men intervyu qilyapman. Ular IELTSdan birinchi urinishda o'zidayoq 8 ball olishga muvaffaq bo'ldi. Keling, yaxshisi Farangiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Farangiz. Assalomu alaykum. Men ismim Alikova Farangiz, 17 yoshman. Everestda Mirzo'lbek filialida o'qib, 2 yil ichida 8 ballni qo'lga kiritdim. Tabriklayman Farangiz. Juda xursand bo'ldim. Rahmat. O'sha gap men aldamadim. Haqiqatan olib ketardim. Shu qiz necha olarkan deb o'ylab qo'yardim. Zo'r natija bo'libdi. Birinchi urinishda sizni yoshingizga ham zo'r bo'libdi. Rahmat. Undan tashqari vaqt ajratib intervyuga rozi bo'lganingiz uchun ham alohida rahmat. Sizga ham rahmat. Farangiz, bizning filialda o'qidingiz. Bizning filialda aynan qaysi ustozda o'qidingiz? Husan Qo'rayevda o'qiganman. Aha. Qaysi darajadan boshlagansiz bizda? Elementarydan boshlaganman. Undan oldin 2 oy o'qiganimga qarasam, level testda endi elementaryni boshlaydigan gruppaga qo'shilganman. Aha, demak siz 2 yil davomida bitta dona ustozda o'qidingiz. Ya'ni Husan Qo'rayevda o'qidingiz. Demak, ularning qanaqadir metodlari, approachlari sizni o'ziga juda ham tortgan. Ozgina ustozingiz haqida, ularning dars o'tish metodlari haqida gaplashib o'tsak, qanaqa o'zi? O'zi birinchi probni darsga kelganimda o'tirganman. Unchalik zo'r narsa kutmaganman. Qarasam, grammatika o'tishlarini eshitib, prosta wow deganman. Bunaqa kutmaganman to'g'risi. Keyin ichimda aytganman, bo'ldi, men shu ustozda o'qiyman, shu ustoz bilan men 8 olaman deganman. Chunki bilim turardi, ustoz biladi, menga tez va oson o'rgatadi va savollarimga aniq javob beradi va shu ustoz bilan shunda tortib ketishimga ishonchim komil bo'lgan. Shuning uchun Husan Qo'rayevni tanlaganman. Kelganingizda o'zidayoq yaxshi niyat qilgan ekansiz-da. Shu sinfdan oxirigacha boramiz. Albatta. IELTS jo'rnaydi va 8 olamiz. Zo'r. Yana ustozingizning qanaqa jihatlar sizni o'ziga juda ham tortardi, yaxshi o'tardilar deb hisoblaysiz? Ustozim masalan metodlari juda ham zo'r bo'lgan. Bitta o'tishlari, dars o'tishlari hamda qattiqqo'lligi, hattoki so'kishlari ham zo'r bo'lgan. Ustoz to'g'risi bu ham bir yanada yaxshiroq o'qishga, shu ustozni dokazat qilaman, ko'rsatib beraman, menda bunaqa yaxshi chiqadi degan narsalar bo'lib o'tgan. Ustoz juda ham qiziq o'tadi to'g'risi. Men bu readinglardagi aniq tushuntirib berishlari, grammatikadagi hamma sectionlardagi aniq tushunib, chunki experience bor, ustoz biladi. Shularni tushuntirib berish juda ham zo'r bo'lgan. 2 yil bu kam srok emas. Bunaqa paytda odam baribir qanaqadir give up qo'ygisi keladi yoki tashlagisi keladi yoki bo'lmasa yo'qolsin deydi, o'xshamagan paytlari bo'ladi. Sizda mana IELTS bittada 8 olgansiz. Bunga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingizga qanaqadir xarakter ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? Ustozingizning hissalaridan tashqari. O'zi undan oldin men unaqa mas'uliyatli ishim bo'lmagan, qanaqadir achievementim bo'lmagan. Lekin bundan keyin men yaxshi ko'rib qolganimdan keyin angliskada, grammatikada fall in love bo'lganman prosta. Juda ham yaxshi ko'rib destination hamma grammar way ustidan o'tishlarni qilib, keyin sekin-sekin o'tishim menga juda ham yordam bergan deb o'ylayman. O'sha qanaqadir bezib qilmaganman-da, o'zim yaxshi ko'rib, o'zim mazza qilib qilganman. Bir qiziqarli mashg'ulot bo'lgan menga. Vaqtim maroqli o'tgan. Shuning uchun ham shu qolib ketishib yoki give up qilmaganman deb o'ylayman. Demak, IELTS sizga qanaqadir hobbi bo'lgan, yaxshi ko'rib qilgansiz, unga mehringizni, muhabbatingizni bergansiz, shunaqa IELTSdan 8 oldingiz. Bitta savol so'ramasdan ketibman. Everestni nima uchun tanladingiz? Qanaqa bo'lsa Everestga kelib qolgansiz? Shu ham qiziq. To'g'risini aytadigan bo'lsam, 2 oy o'qigan ustozimning o'zlari Everestda o'quvchisi bo'lgan, lekin boshqa bitta sentrda dars bergan. Keyin menga tavsiya bergan. Ustoz ham boshqa edi ustoz, lekin men Everest uyimga eng yaqin tanlaganman. Metroda yetishim oson bo'lgan. Ham opam ham yaxshi ko'rardi. Opam "Ke shunga o'qi, hamma yaxshi dedi, natijalari zo'r, ustozlari zo'r" degan. Mayli degan, men shundan kelib qolganman shu yerga. Valizda opangizda ham hissalari bor ekan-da. Bor, albatta bor. Endigi savolim,
eng qizig'i necha chiqdi hisob testlar? Listening 9, reading 8, writing 7, speaking 7. Zo'r. Keling, eng kattasi, eng yaxshisi, hamma yaxshi ko'radigan section listeningdan boshlasak. Listening 9. Bittada kirganda odamda baribir pressure bo'ladi, hayajon bo'ladi. Bittada yo'q 9 olish hammaga emas. Siz qanaqa uddaladingiz? O'zi eng yomon ko'rgan sectionim shu listening edi, to'g'risi. Listening qilsam har doim menda past chiqardi. Har doim qolib ketardim, har doim qanaqadir chalib qolardim, shu narsa bo'lardi. Lekin bitta narsa yordam berdiki, tushunib birinchi o'rinda BBC podkastlari hammasini eshitish, oddiy IELTSga oid bo'lmagan narsalarni eshitib ko'rganman. Sekin dictation qilib ko'rganman, transkriptini ochib o'qiganman. Hammasiga sekin eshitishni boshlaganman. Tushunganimda xursand bo'lganman. O'shandan keyin listeningga o'tganman. Buni ham отдельно emas, spellingga ishlaganman. Birinchi sectionga ustoz shunaqa analiz qilib berishlari, har bitta sectionga отдельно yondashlari bor edi. Har bittasiga отдельно ko'rib chiqardik. Har bitta savol ustida multiple choice qanaqa ishlanadi, completion qanaqa bo'ladi, hammasini ko'rib chiqqanimizdan keyin hattoki fokusimni yo'qotmaydi, men ichimda qaytarib turardim. Hattoki hayajonlansam yoki boshqa bo'lsa, ichimda qaytarib turardim. Shu bilan sekin ham ko'p miqdorda qilganim yordam bergan deb o'ylayman. Ana aytadi-ku, toma ko'l bo'lur deydi-yu, tomchi tomib, haqiqatan ko'l bo'lgan. Shunaqa. Demak, listeningni haqiqatan boshidan qanaqadir katta ball kutib olish xato. Hammasiga sekin shug'ullanib erishsa bo'ladi 9 ga. To'g'rilasa bo'ladi. Siz necha ballda ko'proq stak bo'lib qolgansiz va o'shanda nima ish qilgansiz ko'proq? Men stak bo'lgan paytim o'zimda birinchi bitta o'sish bo'lgan, xursand bo'lib, keyin tushish bo'lgan yozda. Aynan topshiraman degan paytim tushish bo'lgan, siqilib qolganman. Nima qilish bilmay qolganman. Qarasam hamma topshiradi, bitta men qolib ketgandek o'zimni his qilganman. Keyin sekin qarasam, Everestda mo'ka ochildi. Shunisi eng zo'r bo'ldi. Everestdagi mo'ka bordim, 6 tali sessioniga yozildim, o'tirdim. Prям kompyuterlari hammasi atmosferasi IELTSdaqa, real examdaqa bo'lib chiqdi. O'shdagi writingimni oshirganim, listeningdagi qanaqa fokusimni berishim, hayajon yo'qoldi. Eng muhimi hayajon, hech qanaqa qo'rqish bo'lmadi. Bu mock exam deb kirdim, real examga. Hech qanaqa qo'rquv bo'lmasligi uchun xotirjam bo'lib kirganim, o'sha mocklardagi yordam berganim rosa katta foyda bo'ldi. Mocklar haqiqatan odamni nima deydi, pishitadi. Haqiqatan ancha-muncha tayyorlab qo'yadi. Ayniqsa Everest mocklari haqida ozginadan keyin to'xtalib o'tamiz. Bu haqida batafsilroq gapirib berasiz qanaqa bo'lganini xo'p. Demak, listeningga overall xulosa qiladigan bo'lsangiz, ustozingiz aytgan hamma vazifalarni qildingiz, o'zingiz shug'ullandingiz va sekin hamma narsani passive learning sifatida qabul qilib keldingiz va avtomatik rezultat ham yaxshi bo'ldi. Eng muhimi, stak bo'lib qolganda depressiyaga tushmadingiz. Endi reading 8. O'zingiz 8 kutganmidingiz? Nima bo'ldi? To'g'risi, qanaqa bo'ldingiz? eng baland sectionim shu reading edi. Readingni o'zim yaxshi ko'rardim. Men bu artikellardan boshlangan, ustoz kichkina passajlardan boshlangan. Sekin shundan borganki, IELTS bergan ustoz. IELTS voyshe yaxshi ko'rib qo'ygan. 2 marta tugatib, uni yana qayta qilib bo'sh vaqtlarimda passajlarni tushunishim, tekstdagi qiziq ma'lumotni o'qishim menga maroqli bo'lgan. Savollarni ham bitta qilganman. O'shanda readingni menga boring narsa bo'lmagan, to'g'risi. O'zim yaxshi ko'rib, tildan men bu eng yaxshi ko'rgan narsam, shundan eng balandini olaman. Hammadan baland olaman degan narsalar bilan olganman. Lekin 8 chiqdi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? To'g'risi, o'zi 4 ta xato chiqqan. Ichidan 40 tadan. Buni anig'ini nima desam ekan? Sal chalkashlik bo'lganmi yoki o'zimda rostdan xato bo'lganmi? Chiqib, men bu ekzamendan chiqib tekshirsam, 39 ta chiqqan. O'zim tekshirganim. Balki bu o'zgargandir javoblari. Lekin bunga ham mamnunman. Bundan ham qoniqdim readingimdan. Chunki rostdan bir ikkita chalg'ituvchi savollar bor edi o'shanga. Lekin overall shu readingga menga ko'proq o'qib tushunish, ko'proq o'zi o'qisangiz, ma'no nima deyotganini tushunib, keyin savollarni qanaqa qilib ishlashni o'rganib olsangiz, o'zi hammasi yaxshi bo'lib ketar ekan. Oson bo'lib qoladi. Hozir aytdingiz-ku, chiqqanimda o'zim o'ylaganimda bir 39 ta topdim deb o'ylagandim, lekin chalg'ituvchi savollar ham bor edi dedingiz. Shu chalg'ituvchi savollarni ham inobatga olganda sizniki demak 36 ta chiqqani, bu juda ham zo'r natija. Haqiqatan ham 40 tada 36 ta topish bu umuman yomon natija emas. Bu вообще четкий natija degani aslida. Readingda mana shunaqa baland bo'lishi uchun readingni yaxshi ko'rishdan tashqari yana nima qilish kerak? Reading masalan, hamma odam qaysidir section yaxshi ko'radi agar o'shandan zo'r bo'lsa-da, yoki o'shandan natijalar yaxshi chiqayotgan bo'lsa, ha deydi, o'shanga yana ko'proq mehr beradi. Siz
sizda qaysi payt masalan yaxshi ko'rishingizdan oldin baribir nimadir qilgansiz shuning uchun, keyin yaxshi ko'rib qolib, keyin uni ustida ko'proq ishlagansiz. Endi men shunaqa deb o'ylayman. Siz nimalar qilgansiz undan oldin readingga? Readingda men unaqa ko'p vaqt ajratmasdim to'g'risi. Sekin-sekin ustoz bergan ishlar bilan cheklanib qolib, o'zim o'qib o'tirardim ishlarni. Keyin qarasangiz, savollarni analiz qilayotganimizda, ha, shunaqami? Shumi? Mashitda olinganmi? Mana shu ustoz tushuntirib, mana mashitda olinadi, bu yerda emas. Bunaqa yondashilmaydi, bunaqa bo'ladi deb tushuntirishlari bu отдельно boshqacha yordam bergan deb o'ylayman. O'sha qarashimni tushunib yetganman, savolni qanaqa qilib yondashaman, savolga qanaqa qilib tushunaman. Shundan keyin ko'proq yo'man. Boshida unchalik ko'p bo'lmagan, keyinchalik ko'payganda. Artikellar o'zi. Main source bizda article, ills hamda qo'shimcha reading materialslar. Shunday qilib readingni mag'zini bilib olgan ekansiz-da. Shunday qaraysiz. True false mi? Bunga men bunaqa yondashaman. Yes no not givingga bunaqa qilamiz. Sentence completionga bunaqa qilamiz deb o'zingizda ancha praktika qilib olganingiz sizga mana shunaqa baland ballga yordam bergan. Undan tashqari o'zingiz qanaqadir kitoblar ham o'qib turasizmi? Inglizchada? Chunki ko'p 8 olganlar kitob o'qishni aytishadi. Kitobga uncha qiziqishim bo'lmagan unaqa. Chunki uzun bo'lganiga zerikib qolishim mumkin bo'lgan. Men bitta YouTube, Google'larga ko'p kirganman. Qarasam Google'larda shunaqa artikellar chiqqan. Oddiy postlarni o'qiganman. Qisqa bo'lsa ham, lekin tushunarli bo'lgan. Biz ishlarni o'zlarida tushunib mana shu ishlab bo'ldik, 40 ta ishlab bo'ldik. Keyin o'zim o'tirib, men bitta nima mavzu ekan, nima haqida aytishyapti ekan, ovqat haqidami, hayvonlar haqidami, shular haqida ko'rib chiqqanman-da. Shunda o'qib, shunda tushunishim, comprehension oshsa, balliz ham oshishini shunda tushunib yetganman. Comprehensionda ham ancha gap bor ekan. Hozir aytasiz, men o'zimni aybimni qanaqadir tushungandek bo'laman. Ya'ni aslida reading qilamanmi? Fokusim faqatgina o'sha savolni javobini topishda bo'ladi. Anu qanaqa ma'lumot beryapti, nimani o'rgatyapti o'zi menga, informatsiya qanaqa darajada qadrli, bu narsaga ahamiyat qaratmas ekanman. Lekin aynan o'shanga ahamiyat qaratishni boshlaganda, o'shani tushunishni boshlaganda avtomatik balam katta bo'ladi. To'g'ri. Boshida boshlaganingizda, comprehension uchun ishlaganingizda unaqa tez bo'lmaydi, unaqa to'g'ri bo'lmaydi. Keyinchalik hammasi yaxshilanishiga ishonaman, chunki agar tekstni tushunsangiz, savolni ham topasiz. Agar tekstni tushunib, savolda nima so'rayotganini bilsangiz, aniq bilsangiz, javob o'zi bundoq chiqib turadi. Mana deb turadi. Shunda oson bo'ladi topish. Zo'r gap bo'ldi lekin. Javob o'zi, men o'tkazolmasam, boshdaman deb turadi, to'g'rimi? Shu joyda ham yana qo'shib ketayim. Masalan, auditoriyani endi qismi har xilda. Kimdir haqiqatan kitob o'qishni yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi. Lekin bizga kelgan juda ko'pchilik 8lar, men kitob o'qishni yaxshi ko'raman, ko'p o'qirdim, desa, unaqa deb aytib ketishardi. Ko'rib turibsizlar. Mana unaqani kitoblarni book lover bo'lib tashlash shart emas. O'zingizga kerak bo'lgan qismini o'qing, ma'lumotni oling, comprehensionni kuchaytiring, sizda ham albatta katta natija beradi. Rahmat. Endi keyingisi writing. Writing 7. Zo'r. Birinchi urinishdagi bu juda ham yaxshi. Writing 7 ga qanaqa qilib chiqib oldingiz? Eng qiyin tomoni siz ham 6.5, 6 da stuck bo'lib qolganmisiz? Bo'lgan. Hamma moklarimda borganimda 6.5 chiqardi. 6 chiqardi. Hech, chunki bitta asosiy buni sababi ham tugatmaganman. Taskvarim tugamagan, ko'nglim to'ymagan, edit qilmaganman. O'z boshida men ham 1 oy qolgan, 2 oy qolganda CDI ga o'tkazganman. Uni oldin men ham paperda tayyorlanib yozib yurardim. Kompyuter typingim vasha past. Nima qilish bilmayman, harf topgunimcha o'sha vaqt o'tib ketyapti. Nima qilish bilmayman, keyin sekin o'sha boshlaganimdan keyin yaxshi bo'lib ketgan. Boshidagi stuck bo'lganim. Chunki men bu overall Englishda reading umuman boshqacha soha, listening, writing, speaking. Men bu writingda o'zingizdan chiqarib yozishingiz kerak-da. Bu yerda passive learning emas, active learning ishlatib, o'zingizni vokabularingizni ishlatib, tushunganingizni, bilganingizni, ma'lumotlarni birgalikda bunday flowing yaxshi bo'lib ketishi hammasiga bog'liq deb hisoblayman. Shundan keyin ko'p sample o'qiganman. Juda ham ko'p. Bu unhealthy amountda ham aytaman. Chunki o'zim shunga siqilardim. Writingim meni yaxshi emas deb yoza olmayman, qotib qolardim. Nima desam bo'lar ekan, nima yozaman, nima davom ettiraman degan narsalar bo'lgan. O'shaning uchun ko'proq samplelar o'qib yozishga harakat qilganman-da. O'shandan keyin tugatishga, qanaqa qilib davom ettirishga, qanaqa idea berishga o'rganganman sekin-sekin. Tugatish kerak, tugatish eng asosiysi tugatish ekan. Hozirgi gapingizda men writingni 7 olishni ikkita sirini discover qildim. Birinchisi bu hech qachon tugatmasdan qoldirmaslik kerak, har doim tugatish kerak va ikkinchisi ko'proq sample o'qish kerak. O'zi bu birinchisini men juda kam eshitganman, ya'ni tugatishga ko'pchilik unaqa ko'p ahamiyat qaratmas ekan, fokus bermasdi. To'g'ri, ko'pchilik sample o'qing derdi, lekin tugatishga unaqa ko'p ahamiyat qaratilmas ekan, lekin haqiqatan odam time managementga ko'proq rioya qilib, o'sha
berilgan vaqt ichida ikkalovsini ham tugatib tekshirishga ham vaqti qolish kerak, to'g'rimi? Aynan shunda 7 balli haqiqatan yoki undan ham balandroq balli rating bo'ladi. Mana o'zimni ratingimdan kuchli bo'lmaganini sezganman, balans ushlash kerakligini tushunganman. Task-ga ham ko'p urg'u bersam, men buni qolib ketsa ham, baribir ham task sal eplab ketishi, olib ketish qiyinligini tushunib yetganman-da. Ikkalasini me'yorida ushlashga, ikkalasiga ham o'zimni vaqtini berishga harakat qilganman. Ham eng asosiysi qolib ketibdi bu feedback, of course. Feedbackni ustozdan olib, ustozga samplarimni o'qitib, support teacherlar bilan so'rab, nimaga men bu детский xatolar qilganman boshida. S qilib qo'yish, S tushib qolish, shular hammasi bo'lib o'tgan. Keyin bunday qaraganmanki, ustoz mana shu xato bo'ladi deb tushuntirishlari. Mana bunaqa bu yozilish xatolaringizni ko'rsangiz, o'sha xatoni qaytarmasangiz, o'shandan keyin sekin-sekin xatolaringiz ham kamayib, grammatический ham to'g'ri chiqib, keyin vokabularingizni ham qo'shsangiz yaxshi essay chiqar ekan. Oson ekan-a? Oson. Yodda olish. Oson. Buni orqasidan baribir ancha mehnat yotgani bilinyapti. Ya'ni qancha sample ko'rib chiqish kerak, yodlab chiqish kerak. Undan tashqari ularni strukturalarini o'zingizga moslashingiz kerak, o'zingiz ustida ko'proq ishlashingiz kerak. Undan ham qiyin ustozingizdan borib feedback olib, uni ustida yana qaytadan ishlashingiz kerak. Ko'rib chiqish kerak albatta. Qiyin, haqiqatan ham qiyin. Lekin siz bunaqa bosqichlardan o'tdingiz, zo'r. Endi qarang, mana kirdingiz, writingni yozdingiz, bo'ldi, chiqdingiz. Writingdan necha kutdingiz? Bundoq hisoblaysiz, o'shanda necha yozardingiz writingga? Writingim 6,5 chiqardi, uncha ko'p chiqmasdi. Lekin bildimki, o'sha taskda men bilgan mavzu chiqdi. Men o'sha kutgan mavzu chiqdi. Vocabni ishlatdim. Vocabga ko'proq ishladim. Comprehension yaxshi chiqdi. Qolganlariga uncha ahamiyat bermadim. Ham task-da process map tushadim deb qo'rqadim ozgincha. Oddiy barchal tushdi, yaxshiroq bo'ldi. O'zim ishonchim yaxshi edi. 7 ga tortaman deb o'ylagandim. Bunisida 7 ga tortaman, chunki tugatdim degandim. Zo'r edit bo'lmasa ham, qolgani yaxshi edi. Omadli qiz ekansiz. O'zingiz bilgan mavzu, o'zingiz qiynalmaydigan diagramma tushgan ham sizni omadingiz bo'lgan ekan haqiqatdan. Albatta. Rahmat writingga bergan maslahatlaringiz uchun. Endi speaking. O'z mana ko'rib turibman, quvnoq, ekstrovert qizsiz, fikrlaringizni bemalol yetkazib bera olasiz. Sizda face to face speaking bo'ldimi yoki via Zoom bo'ldimi? Face to face bo'ldi. Face to face. Bu sizga menimcha yanada yaxshiroq bo'lgan. Siz fikrlaringizni zo'r qilib yetkazib bergansiz. O'zi overall speaking process qanaqa ketdi? Speaking boshida men ham deb tashab qo'yardim yoki faqat daftarga yozib qo'yardim. O'sha berilgan savollarga javob berdim, bo'ldi, shu bilan yetardim. Keyin qarasam ustozim o'sha boshlagan speakingni, sizlar tayyorlanib kelib, support teacher bilan gaplashinglar, o'shani topshiringlar, ko'proq gapirish, savollarga javob berishni o'rganish kerak degandi. Keyin shundan keyin har kun at least shu 1 soat ajratib, mana shu ustoz bilan speakingni birinchi tayyorlanganim, keyin randomni tanlab qilib, speaking qilib qancha ko'p qilsa, shuncha xatolaringiz, masalan, birinchi boshlaganimda menda like degan narsa ko'p qo'shilib ketaveradi. Jim turgan paytimda ham like deyorishi mumkin edi. Shuni sekin-sekin olishga harakat qilib, o'zingizni partnyorim yo'q desangiz, shu голосовойga yozib olasiz, eshitib, keyin 1 soat yurib kelib yana eshitib ko'rsangiz, xatolaringiz shunda ko'rinadi. Keyin sal boshqacha ko'z bilan qaraysiz, qanaqadir boshqacha eshitiladi. Shundagina o'zi speaking uchun gapirishda har xilcha qilib gapirib ko'rish. Bu savolga boshqacharoq savol berib, javob berib ko'rish, harakat qilib ko'rish, gapirishdan zerikib qolmaslik, qiziq mavzular o'zi ko'p shularga gapirib ko'rib, chin dildan tayyorlanib, bitta maqsad bo'lsa, shunga olishgan prям maqsadingiz kuchli bo'lsa, shijoatingiz kuchli bo'lsa, shunga harakat qilishni to'xtamaslik ekan. Masalan, aytdim-ku, men sizni ko'p ko'rardim, nimadirlar qilib o'tirarsiz dedim-ku. Bilasizmi, eng ko'p qanaqa ko'rganman? Men sizni gapirayotganingizni ko'rganman. Eng ko'p o'sha yoningizda partnyorlaringiz bo'lardi. Eng kamida o'sha support teacher bilan yoki partnyorlaringiz bilan o'tirib, nimadirlarni gapirib yoki nimadirlarni ulardan eshitib turgan bo'lardingiz-da. Va aynan shu baribirga ham juda katta effekt qiladi, to'g'rimi? O'zingiz fikringizni to'g'ri yetkazib bera olasiz va boshqalarni ham eshitganingiz, ulardagi yaxshi strukturalarni, yaxshi gaplarni, yaxshi ideyalarni o'zingizga olasiz, xatolarni takrorlamaslikka harakat qilasiz. Undan tashqari yana speakingga nimalar qilish kerak? Masalan, speakingda uyalaman speaking qilishga deydiganlar ko'p. Ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bu ham bir kamchilik, qiyin desam bo'ladi. Baribir extrovert personga, introvert personga sal qiyin gapirib ketish yoki boshqa bitta odam haybatli odam tushib qolsa yoki qo'rqib qolsa sal, keyin ichidagida qolib ketib, gapirmasdan, hayajonlanib, dovdirab qolishlari ko'p. Shuning uchun ham meni ustozim har xil odamlar bilan partner qilib turardi. Mana shu odam bilan gapir, keyin men ham
o'tirganimda bitta qiz oldiga borib bo'sh bo'lsangiz gaplashaylik deb umuman tanimaydigan odam bilan ham speaking qilishga harakat qilib ko'rish, chunki o'zi qiziq bo'lgan, o'zimda borligi ham yordam bergan, o'zimda kelishib ketishlik, mana shu odamlar bilan gaplashib ko'rish, qiziqish, qani bular qanaqa javob berar ekan, bulardan nimadir o'rganamanmi yoki o'rgata olmaymanmi degan speaking o'zi qiziq narsa bo'lgan. Qani kim yaxshi gapiradi degan narsalar ichimda baribir bo'lgan. O'shalar bilan speaking o'zi bo'lib ketgan. Zerikkanimda, masalan, listening qilaverib, reading bo'lib ketaverib, zerikkanimda speaking qani qilaylikchi deb qilishlar zo'r bo'lgan bu o'zi. Hamma erinib, yana speaking qilsa siz zerikkaningizda, "Men speaking qilaman" degan ekansizda. Qiziq bo'lgan. Hozir aytasiz, men o'zim shunaqa o'ylayapman, shu ballingizni, overall ballingizni, masalan, qanchadir qismi, masalan, Everestni ustozingizga hissasi bo'ladigan bo'lsa, qolgan qismi sizning o'zingizning xarakteringizga ekanda. Ya'ni ochiqsiz, open mindedsiz, so'rashdan uyalmaysiz, eng muhim narsalardan birida. Va aynan shu sizni haqiqatan ham muvaffaqiyatga erishtirdi. Zo'r. Endi boshida aytdingiz, men o'zi IELTSni emas, ingliz tilini yaxshi ko'rardim dedingiz, grammatikani yaxshi ko'rardim dedingiz. Men bunaqa narsani hech kimdan eshitmaganman, grammatikani yaxshi ko'rardim deganingizni. Bu grammatikaga o'zi mehr qatdan uyg'ongan, qanaqa qilib odamlar uyg'otsa bo'ladi mana shu narsani o'zida? Buni o'sha ustozimga ancha bog'lasam bo'ladi, chunki undan oldin men tushunmayman bu narsani, bu qiyin narsa, murakkab, buni tushunib yetishim menga qiyin dedim. Keyin tushuntirishlari, ustozim tushuntirib, har bittasini o'tib berib, mashqlarda xato qilganimdan keyin ham, xatoimni bilib qilganimdan keyin ham osonligi, unaqa murakkab emas, buni odam o'rgandi, odam ham o'rgana oladi degan narsa bilan sekin-sekin shu tushunishga kelganman-da. Yo, sen qila olasan, sen grammatikani yaxshi ko'rasan, mindsetni to'g'irlash kerak. Yo, bu grammatika zerikadi desa, odam zerikadi bo'lib qoladi o'sha grammatika. Yo, bu qiziq, buni ishlasang qanaqadir yutuqqa erishasan, yaxshi bo'lasan, yuzing yorug' bo'ladi, qiynalmaysan testlaringda degan narsa bilan yaxshi. Bunaqa qiyin narsa emas deb mindsetni to'g'irlab, yaxshi fikrlash, o'zini tushunib yetishmash, qiyin narsa emas, tushunsa, o'rgansa bo'ladigan narsa deb boshlab qilishda ancha gap bor. Ancha tushunsa bo'ladi o'shanda. Hozir zo'r gap aytdingiz. Mindsetni to'g'irlash kerak dedingiz-ku. Haqiqatan bu kuchli narsa, ya'ni odam o'zini o'zi ishontirsa, o'sha narsa haqiqatan ham bo'ladi. Bo'ladi, biz endi hamma 8 olish siri ochilib qoldi. Ya'ni odam o'zini o'zi ishontiradi, men 8 olaman, men shu narsani qila olaman, hamma qildi-ku. Men shu narsani yaxshi ko'raman va shundan menga shunaqa natija keladi deb ishontirish. Bu eng zo'r usullardan biri. Pozitiv bo'lish kerak-da. Odamlar ayrimlar ishonmaydi, ishonchi kuchli bo'lmaydi. Mayli 7 chiqsin, at least 7,5 chiqib bersin deydi. Lekin yaxshi mana bunaqa ko'rsa, ishonsa, mayli past chiqsin, to'xtatmasdan, yo, baribir testimda oson tushadi deb niyat qilib, yaxshi niyat bilan ishonishi kuchli, pozitivligi kuchli bo'lsa, bo'ldi, men bu xatolarini, past chiqqanlarini ustidan bosib ketadi, bemalol olishga yordam beradi. Endi CDI mo'kalaga borganman dedingiz, 6 marta kirganman dedingiz. 6 marta kirgansiz, to'g'rimi? 6 ta sotib oldim dedingiz, 6 marta kirgansiz. Qanaqa bo'ldi bu umuman jarayon? O'zi Everest CDI mo'kalari sizga yoqdimi? Necha natijalar chiqdi? Kutgan natijangiz bo'ldimi? Va haqiqatan ham xuddi real examga o'xshaydimi? Bunda boshlanishida qarasam, pricelar uncha to'g'ri kelmaydi, ozgincha. Keyin qarasam ochildi. O'zi nima qilish, chunki ko'p narsani uyda qildim. CDI'ni ko'rmoqchi bo'ldim. O'zimda istak juda ham bo'ldi. Qanaqa, chunki o'zim bilmasdim. Klaviaturasi boshqacha deyishdi, kompyuter boshqacha, vaqtlari boshqacha, time managementda vaqt yetmay qoladi deganlarni ham eshitdim. Shunda borib ko'rgim keldi. Shundan keyin borib o'tirsam, eksperiment qilish boshladim. Qani, task 2 dan emas, task 1 boshlasam ulguramanmi desam, ulgurmadim. Yo'q, buni qilmayman dedim. Listeningda ham qani, men bunga spellingni yozish, varoqqa birinchi yozish bu shartligini bilib yetdim. Chunki siraz kompyuterga yozamasa, yo'q, bunaqa emas, bunaqa deb ketsa, o'sha odam chalg'ishi kuchli ekan. Shundan keyin varoqlarga yozish, tushunib yetish, polniy mana qanaqa bo'lishligi, qanaqa qilib o'zimni tutishim kerakligini hammasini tushunib yetdim. Bu prям oddiy kunlik narsaday bo'lib qoldi. IELTSda CDI'ni topshirish, ham typingdagi speedim oshdi deb o'ylayman, writingga yordam bergani, readingda kompyuterga o'rganish, chunki qog'ozda maydaroq, ham qog'ozga o'rganib qolgansiz, kompyuterga qarasangiz ko'zim og'riydi deysiz, katta, juda ham borib kelish, lekin eng qulay CDI'ligini tushunib yetdim, chunki bitta savol, bitta tekst, unda borib qarasiz, highlight qilsangiz bo'ladi yaxshiroq. Hammasini qo'shib aytganda shu eng yaxshisi deb bilaman CDI. Mo'kda natijalaringiz necha chiqardi? Boshida yaxshi chiqmagan. Boshida ham
mokmamcha endi ishga tushgandi avgust boshida. Shunda men ham sekin qo'shildim. Keyin writing samplarini qaytarib tashlashligi, javob tez chiqishiga ham zo'r edi. Boshida 6,5 chiqdi, keyin 7 chiqdi, 7,5 shunaqa qilib oxirgi 8 chiqdi. Shu duh bilan kirdim IELTSga. Mana mokda chiqdi, buni ham chiqara olaman degan duh bilan kirdim. O'sha yerdan berdim. Moklarim shunaqa sekin-sekin o'sish bilan bo'ldi. Boshida tushunib yetdimki, o'sha qanaqa qilib moslashdim to'g'risi. Adaptation bo'ldi. Ancha moslashdim, tushundim. Hayajon yo'qotishligi, kerak emasligi hayajonligi. To'g'ri, odamlar ushlanmay qolishi mumkin. Tez o'zi panikaga tushib qolishi mumkin. Lekin shu ko'rgandan keyin 1-2 marta, ko'p marta borgandan keyin moklarga o'zi bosilib qolar ekan odam. O'zi odatiy narsadek bo'ladi. Noyob narsa emas, bir marta kirdi, voy bu nima bu deb qoladigan emas. Shu har doimgi qilgan ishi hozir ham shunaqa qilib ketsa bo'ladi degan narsa bo'lib qolar ekan. Undan keyin savolim, biz kamera ortida gaplashganimizda aytdingiz, Farangiz zo'r bo'libdi, nima sabab bo'ldi deganimda siz bitta argument keltirdingiz, ya'ni healthy competition dedingiz. Men o'sha guruhdoshlarim bilan yoki kimlar bilandir men raqobatda edim. O'zishga harakat qilardim har doim dedingiz. Shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsak, o'zi haqiqatan ham competition bo'lish kerakmi odamda yoki o'zini boshqalar bilan solishtirish kerak emasmi? Buni albatta me'yorda bo'lish kerak. O'tib ham ketmasligi, lekin ilmdagi raqobat bu yaxshi raqobat. Buni qilish ham kerak. O'tib ketaman degan yaxshi niyatda bo'lib, o'shanga harakatini qilib qo'yish kerak. Amalni qilib qo'ysa ham o'zi hammasi yaxshi bo'lib ketishiga ishonish kerak. Shundan keyin men bu har ko'rganimda kimgadir havas qilib qarardim. Shuni o'tib ketsam yaxshi bo'ladi. O'tishim kerak. Men ham un darajasiga yeta olaman. Healthy competitionda bizda bundoq, masalan, level test bo'lsa, qator ismlarni qo'ysam, balki oxirrog'ida yoki o'rtarog'ida bo'lsa ham, shundan o'tib ketishim kerak. Shu bo'lish shart deb shunga o'qish, shundan o'tib ketasan. O'zi yoshligimdan bo'lgan narsa, maktabdan bo'lganim uchun bunda ham menga ancha yordam berdi. Gruppam o'zi kuchli edi, juda ham kuchli gruppa edi. Hammasi aqlli, o'zim qolib ketishim menga uyat edi. Bulardan yetisha olmasdan, bular tushungan narsani men tushunmasdan, bular ishlagan testda men xatoim ko'pligidan o'zim uyalib ham o'sha ularga yetib olishni juda ham xohlab harakat qilganman. Shu healthy competition shunisi zo'r bo'lgan. Keyingi savolim, ota-onangiz qanaqa reaksiya qilishdi? Husan Karayev qanaqa xursand bo'ldilar? O'zi ular sizga necha olasiz deb aytardilar? Bilaman, hamma o'quvchilar ustozning yoniga borib so'raydi. Ustoz necha olaman, nima deb o'ylaysiz deb. Boshida o'zi meni 8 ga prям qat'iy qaror qilishimda ham ustozim bo'lgan. Ola olasiz degani, you deserve, you can get it deganlarida o'zim quvonib ketganman. Menga yetdi, ustoz menga ishondi, bunaqa mas'uliyatni his qilishim birinchi marta bo'lgan. O'shani oqlashga, ota-onamni oqlashga, chunki ko'p o'qiyotganim ko'rishardi, ular sen bemalol olasan deb, lekin men ichimda qo'rquvcha bo'lardi ozgincha. Yo, bunaqa bo'lmasa-chi, yetmay qolsa-chi degan narsacha ozgincha bo'lganda, shu payt ustozim ham yo ola olasiz degani, ishonchi bir katta olam bo'lgan. Chunki ustozimdan kutmaganman to'g'risi. O'zimdan kelib chiqib o'zimga baho berishimda o'sha paytda kutmaganman, lekin ustozimning aytgani, ota-onamning yordami bir katta rol o'ynagan deya olaman. Zo'r, demak, ota-onangiz ham, ustozlaringiz ham hammalari kutishdi. Endi mana chiq etib SMS keldi. Ochdingiz, qarasangiz 8. Kimga birinchi bo'lib aytdingiz? Ularning reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Birinchi buvim oldiga yugurib bordim. Uyimda buvim bor edi. Buvimni quchoqlab buvimga aytsam, buvim yaxshi tushib ketayapsizmi? Xursandligimdan tabriklashdi. Ustozim yozganiga juda ham xursand bo'ldim. Ustozim o'sha you deserve this score deganlarida ishonch komi bilan, xotirjamlik bilan ishonchi 100% edi-da, shu ola olasiz, shunga shuncha harakat qildingiz, sizda bor deb aytganlarida juda ham xursand ketganman. Ham qaysidir mana shu Everest ustozimni, boshqa ustozim, sport ustozlarim ko'rsam, ular kelishardiki, siz bemalol ola olasiz dedi. Ular shuncha ola olasiz deb aytib qo'yishardi-da. Shunda men aytganman, rostdan shunaqa edi, o'zim ishontirganman. Prям shu ishonch bo'lganki, keyin testimga ketayotganimda ham ola olasan, oson tushadi deb borganman-da. Xursand kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda borganman. Keyin chiqqanimda ham adamga, oyimga hammasiga aytganimda ular ham xursand bo'lishgan, chunki mokimda aytganman. Mokimda aytgan bo'lib chiqdim. 8 chiqdi. Endi real examda ham 8 qilishim kerak. Ularning yuzi yorug' bo'lishi kerak. Shuncha ishonchini oqlashim kerak. Shunda ota-onam juda ham xursand bo'lishdi. Hozir aytyapsiz, sizga 8 juda ham katta baxt olib kelibdi. Shuna xursand bo'lib aytyapsiz, ko'zlaringiz chaqnab ketyapti. O'sha paytlarni aytyapsiz. Xuddi mana o'sha yerda borib, o'sha reaksiyalarni ko'rgandek bo'ldim. Endi Farangiz bizani
intervyuni shunaqa bitta zo'r traditsiyasi bor. Har bitta keng achieverdan shu narsani so'raymiz. Har bitta sizda mana shunaqa baland 8 olmoqchi bo'lgan kandidatlarga bitta zo'r maslahat bering. Bitta eng asosiy maslahatim bu to'xtamaslik. Xafa bo'lsa yoki past chiqsa ham xafa bo'lib, "Yo'q, bu meni narsam emas" deb ketib qolmaslik, chunki hamma buni qila oladi. Bunga ishonch kerak, bunga albatta qilishlikka harakat bo'lish kerak. Odamlar o'zida kuchi his qilish kerak, to'g'ri ustoz topib, o'ziga yoqqan ustoz, o'ziga mos ustozni topib, unda o'zini ustida ishlash to'xtamaslik kerak. Xatolarni ko'rib chiqish kerak. Bu hammasi oddiy, buni hamma aytadi, to'g'ri. Lekin buni odam ichidan tushunib yetib kerakligini his qilsa, shuning harakatini yaxshigina qilib qo'ysa, albatta buni 8 ola oladi. Farangiz vaqt ajratib kelganingiz uchun yana bir bor rahmat. Overall qanaqa experiences bo'lganini, journeyngizni share qilganingiz uchun, bo'lishganingiz uchun yana bir marta alohida rahmat. Siz uchun taklif uchun ham rahmat kattakon. Sog' bo'ling, rahmat. Agar siz ham xuddi Farangizdaqa shunaqa altsin yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ustida ishlashdan hech ham to'xtamang. Xuddi ular ta'kidlagandek mindsetni to'g'irlang. Siz ham albatta IELTSdan shunaqa yuqori natijalar ola olasiz. Unutmang, hammasi Everest bilan birgalikda. Rahmat kattakon. Intervyu yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha.